Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Men sizlar bilan bugun parhez haqida gaplashmoqchiman. Nima uchun parhezni tanladim? Hamma bemorlarim qanday ovqatlanishim kerak, nimani parhez qilishim kerak? Parhez deb birinchi navbatda tavsiyalarimda yozganimda hamma qo'rqib ketadi. Endi hech narsa yemaymanmi deb. Parhez deganda shakar mahsulotlari, shakar qo'shilgan mahsulotlar mumkin emas. Un mahsulotlari va sut mahsulotlarini 1-2 oyga olib tashlayman. 2 oydan keyin sut mahsulotlarini qo'shishni boshlayman. Lekin shakar mahsulotlarini butunlay ketishga tavsiya qilaman. Sababi shakar, un mahsulotlari organizmda itak o'zi bor yallig'lanishni kuchayishiga olib keladi. Ya'ni organizmga yana ham battar qiyinchilik tug'diradi, o'zi qiynalgan organizm. Shuning uchun qadrli kuzatuvchilarim, shakar, sut, un mahsulotlarini boshlanishda umuman olib tashlaymiz. Nima uchun shakar? Organizmga kirgan patogen kirgandan keyin o'z faoliyatini boshlagandan keyin tanasida tarkibida shakar modda ajratishni boshlaydi. Organizm oddiy qilib aytganda immunitet shu shakarga qarshi ishlashni boshlaydi. Ya'ni shakar yeganimizda organizm patogen kirdi deb kurashish, immunitetni qo'zg'atishga, ya'ni immunitetni qo'zg'atgandan keyin ko'p ishlab charchashiga olib keladi. Shuning uchun o'zingizni yaxshi ko'rsangiz, shakar, sut, un mahsulotidan voz kechasiz. Shuning uchun kuzatuvchilarim, o'zingizni asrang, o'zingizni yaxshi ko'ring. Doimo sog' bo'ling.